2026-yil 1-yanvardan boshlab O'zbekiston qonunchiligi yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar zimmasiga to'lov tashkilotining raqamli platformasida shakllantirilgan elektron to'lovlarni qabul qilish uchun QR kodga ega bo'lish majburiyatini yuklaydi. Bunday QR kodning yo'qligi kassa texnikasining qo'llamaslik bilan tenglashtiriladi va jarimaga tortilishi mumkin. Qonun Paynet xolisdan majburiy foydalanishni talab qilmaydi. Tadbirkorlar QR kod olish uchun qaysi raqamli yechimdan foydalanishni o'zlari tanlaydilar. Paynet xolis yoki boshqa xizmat. Ammo Paynet xolis tadbirkorlarga quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi. Ilova orqali yakka tartibdagi tadbirkor yoki o'zini o'zi band qilgan shaxsni masofadan ro'yxatdan o'tkazish, hisob-kitob shutiga tenglashtiriladigan elektron hamyondan foydalanish, QR kod yoki NFC orqali to'lovlarni qabul qilish, soliqlarni avtomatik ushlab qolish, fiskal cheklar va hisobotlarni shakllantirish, to'liq elektron hujjat aylanishi, ya'ni davlat organlariga majburiy tashrif buyurmasdan yoki an'anaviy kassa apparatlarini xarid qilmasdan butun soliq to'lov siklini bitta raqamli interfeysda yuritish mumkin.